Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadrli katta ishqibozlar, mana Amerikadan dorilarimizni ham kelibdi, Akmal akam olib kelibdilar. Nimaga edi bu Akmal aka dorilar? Bu dorilar hammasi vitamin, anaqada bitta tabletkada 5 xil kasallikga ishlaydigan. Buni ishlatayotganlar biladi, o'zi buni qanaqa ishlashi, rezultatini bilishadi. Piskunga mana mushtumdayligida 5 kun beriladi, yoki donga harakat qilganda 5 kun beriladi o'shanga. Bu bitta piskunga bir 10 ta tabletka mana shunaqa ishlaydi. Kattalarda ham agar shumshayish holatlari bo'lib qolsa, unga ham boshiga ikkita berib yuborilsa, unga ham rezultat beryapti, ishlayapti. Mana bu yerga olib keling, mana shu tabletka nimalardan boqilayotgan piskunlar. Mana shu tabletkalardan berib turaman o'zim. Sog'lom qushga ham berib turaman mana shu tabletkadan. Buni o'zi ko'pchilik anaqa so'raganlar bor bundan. So'rab anaqa turganlar bor. Joniga ham bor, pochkaga ham sotib Ko'pchilik zakazga so'rashgan edi. Mana endi yetib kirdi bu amerikanskiy, Amerikadan keldi. O'sha kelganligi uchun kimlar so'ragan, kimlar anaqa qilganini bilolmay qoldim. Kimlar agar kerak bo'lsa ishlatsanglar, mana inshaalloh manfaatini ko'rasizlar. Mana baquvvat ko'sta emasin, shu doridan beryapti Akmal aka. Faqat mana shu dori ishlaydi. Mana mashallah tullovga kiribdi. Beriladi. Zo'r ko'sta emasin, baquvvat piskullar, badanlari zo'r, tullovga kiribdi mana o'rtoni. Ko'pchilikda ani ko'z og'riq kasalliklari, mana shunaqa kasalliklar bo'lyapti. Shunaqa anaqalarda ham, men o'zimda ham bo'ldi shu kasalliklar. Lekin mana shu tabletkalardan ham orasiz berib turdim mana shuni. Ya mana hammasi yaxshi, zo'r. Manzara ham